Ko'pchilik noto'g'ri moy ishlatib, o'rtacha 6 oyga motor ishdan chiqishini bilmaydi. Siz ham shu xatoni qilyapsizmi? Har xil moylar bor, lekin eng katta tarqalgan xatolik qaysida ekanligini bilasizmi? Qanaqa vyaskistagi moy qo'yishni bilmaslik, ya'ni 10 ga 40 mi, 5 ga 30 mi? Bu xuddi yuguruvchiga noto'g'ri energetik ichimlik ichirishdek gap. Noto'g'ri moy mashinangiz uchun o'lim hukmidir. To'g'ri moy tanlasa bo'ladimi? Albatta. Texnik hujjatlarni o'qing yoki bizdan maslahat oling. Siz mashinangizga qanaqa yog' qo'yasiz? Kommentariyada yozing, to'g'rimi, noto'g'rimi, biz sizga aytamiz. Siz iste'molingiz uchun simichka yog'i yoki zig'ir yog'ini farqlay olasizki, nimaga mashinangiz uchun farqlay bilmaysiz? Bunda bizga keling, biz sizga farqlab ko'rsatamiz. Maslahatlarimiz mutlaqo tekin.